Varikatseli ko'p erkaklarda bor. Qachon buni operatsiya qilish zarur, qachon qilmaslik kerak degan savollarga bugun javob olamiz. Bu varikatseli juda ham ko'p eshitgansiz. Buni bugungi kunda sizlarga yoritib beraman va 5 ta asosiy sababini sanab o'taman. Ko'p erkaklarimizda varikatseli bor, uni oldirish kerak, buni to'ydan keyin farzand bo'lmayapti yoki to'ydan oldin og'riq bo'lib qoldi degan mahrum savollar va juda ham ko'p savollar sizga miyangizga kelib tushadi. Bugun shu mulyaj menga yordam beradi sizga zo'r va oddiy sodda qilib tushuntirishim uchun. Xo'p, varikatselida asosiy bitta sababidan biri bu nima? Birinchi sababi bepushtlik va spermaning yomonlashuvi. Bepushtlik nima o'zi? Bepushtlikda qanday turi bor? Qachon bepushtlik diagnoziga qo'yiladi degan savollar o'z-o'zidan kelib chiqadi. Birinchi navbatda bepushtlik birlamchi yoki ikkilamchi bepushtlikka bo'linadi. Birlamchi bepushtlik siz 1 yil davomida jinsiy aloqa qildingiz o'z juft halolingiz bilan, lekin yangilik bo'lmadi. Shunda birlamchi bepushtlik bo'ladi. Endi ikkilamchi bepushtlik oddiy sodda qilib aytganda, birinchi farzandingiz bor, ikkinchi farzandingizga reja qilyapsizlar, lekin yangilik bo'lmayapti. Bunga varikatseli sabab bo'layotgan bo'lishi mumkinmi? Ikkilamchi bepushtlikka degan savollarga javob olyapmiz. Xo'p, birlamchi bepushtlik va ikkilamchi bepushtlikda bu yerda yangilik bo'lmadi. Nima uchun? Kelinglar, buni oddiy va sodda qilib tushuntiramiz. Bu tuxum, moyak. Moyakning o'zi asosiy vazifasi nimadan iborat? Testosteron va spermatozoid ishlab chiqarish uchun. Bu moyakni yaratgan egan bergan bizga, erkaklarga va bu yerda nasl qoldiramiz. Xo'p, bunda asosiy ikkita gormon rol o'ynaydi. Ya'ni lyuteinlovchi gormon va follikulostimullovchi gormon. Lyuteinlovchi gormon nima? Bu testosteron parchalanishiga yordam beradigan gormonimiz va FSG, ya'ni follikulostimullovchi gormon spermatozoidimiz oziqlanishiga va buni morfologiyasini yaxshilashga yordam beradigan gormonlarimizdan biri. Endi sizda birlamchi bepushtlik bo'lyapti. Sizda moyaklardan chiqayotgan spermatozoid morfologiyasi buzuq bo'lsa, ya'ni spermogramma tahlil topshirdingiz, eyakulyatda urug'laringiz morfologiyasi yaxshi emas, harakatchanligi tushib borgan. Bunda nimaga varikatseli sabab qiladi deysizlar? Endi varikatseli o'zi bu nima? Venus qon tomiri kengayib ketishi. Bu yerda venus qon tomirida harorat ko'tarilib bo'ladi, qancha kengaysa. Harorat ko'tarilishining hisobiga moyakda bu yerda chiqayotgan spermatozoid morfologiyasi yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun spermogrammada yaqqol namoyon bo'ladi va yopishuvchalik yuqori bo'lib ketadi. Ikkinchi masalasi, birlamchi bepushtlikda testosteron o'z-o'zidan tushishni boshlaydi, jinsiy aloqaga bo'lgan xohish pasayib boradi. Uchinchi navbatda endi bu yerda sizda bo'layotgan holatlardan moyakning kichrayish holati yoki og'riqlar bo'lib qolish holati kuzatilishi mumkin. Asosiy shu sabablarni to'g'ri diagnostika qilsak, shu aytib o'tgan birlamchi bepushtlikdan oldin olamiz. Ikkilamchi bepushtlikda ham xuddi shunday. Ya'ni sizda birinchi farzand bo'lgan va ikkinchisiga bo'lmasdan keyin paydo bo'lishi mumkinmi? Endi siz 3 yil oldin birinchi farzandingizni ko'rgansiz, ikkinchi farzandingizni keyin reja qilyapsiz. Lekin hayot davomida siz qandaydir zallarga chiqdingiz yoki travmalar oldingiz yoki endi ta'sir qilishni boshladi sizga moyakdagi harorati o'zgarishi venus qon tomiri tufayli va bu yerdan ishlab chiqarilayotgan spermatozoidning morfologiyasi buzilishi. Shuning uchun ikkilamchi bepushtlikda ham bo'lishi mumkin. Endi bu yerda homila bo'lib tushib qolsa ham sizdagi spermatozoid to'ymagan DNK ga ega bo'lib chiqayotgan bo'lishligi aniq va bunda DNK fragmentatsiyasi yuqori chiqadi. Shuning uchun birinchi ko'rsatkichimizni sizga yoritib berdim. Ikkinchi navbatda qachon operatsiya qilish kerak? Albatta moyaklar kichirayotgan bo'lsa, testikulyar atrofiya deymiz. Ya'ni moyak o'zi necha santimetr kub normada. Uzi Doppler tekshiruv qildirasiz, buni bunday norma ko'rsatkichini qo'yib qo'yadi. Hozirgi oxirgi adabiyotlarda buni normal holati 12-15 santimetr kub. Endi sizda qarang, tasavvur qiling, asosan varikatseli chap tomonda bo'ladi, o'ng tomonda ham bo'lishi mumkinmi deysiz? Albatta bo'ladi. Moyakda 12 santimetr kubdan yuqori o'ng moyagingiz, lekin chap moyagingizda 10 yuqori. Chap moyagingizda esa 10 bo'lib qolyapti. Venus qon tomirlar tasavvur qiling, sizda turba 2 turbada keladigan qon sizda 3.5, 3.8 gacha kengayib ketgan va uni Uzi Doppler tekshiruvida klapan ishlamay qolyapti. O'z klapan mexanizmi mana bunday yopishib turadi, qonni haydab berib turish uchun. Bunda ham qon bu yoqqa, ham bu yoqqa qaytadi, oldinga va orqaga. Shuning uchun agar sizni moyagingiz kichirayotgan bo'lsa, albatta siz varikatseli operatsiyasini o'tkazishingiz zarur bo'ladi. Uchinchi navbatda qachon varikatseli operatsiya qildirasiz? Varikatselida kuchli og'riq bo'lsa, muntazam bir necha oydan bir necha yilgacha og'riqlar sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, ya'ni moyakdagi og'riqlar, shunda siz varikatseli operatsiyasini o'tkazishingiz zarur bo'ladi. Bunda venus qon tomiri kengayib ketishi va bunga
o'zini sezuvchanligini nervlar tomonidan ta'minlanishi, ko'p tikka yurganingizda, bir joyda o'tirganingizda yoki og'ir yuk ko'targaningizda moyakda og'riq paydo bo'lib qoladi ko'p erkaklarimizda, akalarimiz, ukalarimizda. Ushbu holatda ham siz darhol urologga borganingizda sizda varikatsiyalik bor, shu narsa o'z nimasini belgilanib beryapti degan holatda siz varikatsiyalektomiya amaliyotini o'tkazishingiz zarur bo'ladi. Chunki ertaga sizni farzandsizlik kutayotgan bo'lishi mumkin, ertaga sizni spermangizda muammo bo'lishi mumkin, ertaga chiqayotgan spermatozoid DNKga uchrab chiqishi, o'sha chipini nosog'lom bo'lish holati va moyakning kichrayish holatlariga olib kelishi mumkin bo'ladi. 4-chi, eng zarur testosteronni tushishi. Ya'ni sizda testosteron tushayotgan bo'lsa, bu yerda varikatsiyalik sabab bo'lgan bo'lsa, albatta operatsiya qildirishingiz zarur. Nimaga testosteron deb aytyapman? Xo'p, boya aytib o'tdim. Asosiy vazifa testosteron ishlab chiqarib beradi. Ikkinchi vazifa sperm ishlab chiqarib beradi. Testosteron ishlab chiqarish pasayish qachon paydo bo'ladi? Bu yerda qonlanish yaxshi bo'lmasa, keyin paydo bo'ladi. Tasavvur qilinglar, endi O'zbekiston sharoitida hammamiz agorodda ish qilganmiz, ketmon chopganmiz. Uyda agorodimiz bor, to'g'rimi? O'q ariq bo'ladi va uni taraymiz suv. Tarasak, u oxiridagi, ya'ni yangi ekkan niholimizga yoki qandaydir shu mevamizga suv borishi uchun taraymiz, to'g'rimi? Ha, buni ham xuddi shunday. O'q ariq, ya'ni kengaygan venus qon tomir to'siladi. Keyin mayda kapillyarlar orqali tuxumni ponni aylanib chiqadi va bu yerdagi ildizgacha ta'sir qiladi. Shunda qonlanish yaxshilanishi natijasida elga yaxshi parchalandi va testosteron hosil bo'lganda bu yerda sizda jinsiy zaiflik kuzatilmaydi. Bu qachon aniqlanadi? Jinsiy aloqaga xohishingiz pasayib ketsa, bir. Ikkinchisi, birinchisidan ikkinchisiga o'ta olmayotgan bo'lsangiz, keyingi navbatda xohish bor, lekin o'zingiz xohlamay yurasiz jinsiy aloqani. Shu holatlarda sizdagi testosteron tushib ketgan bo'ladi va energiyangiz pasayib ketgan bo'ladi. Shunda ham varikatsiyalik bo'lsa, bunda operatsiyaga ko'rsatma bor bo'ladi. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy olatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy olat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar nol ko'rsatyaptimi? Farzandingizni moyaklari o'z yorug'i xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimni qilishga harakat qilamiz. Endi oxirgisi 5-holat qanday? Yosh o'spirin yigitlarimiz, ukalarimiz chiqayotgan yangi nihollar ertaga bu bepushtlikka uchramasligi uchun, moyak kichraymasligi uchun, moyakda qandaydir o'zgarish bo'lsa, u belgilari bo'ladi. Ukalarimiz, siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ota-onangizdan uyalmang. Shaxsan otangizga ayting yoki akangiz, amakingiz orqali ayttiring. Nimaga? Sizda bilamanki, moyakda og'riq paydo bo'lib qolishi mumkin. Uyquda sperma chiqatyapti, normal holatmi deysiz? Normal holat, lekin o'sha chiqayotgan spermani morfologiyasi buzilgan bo'lishi mumkin. Va moyagingizda similovchi og'riqlar. Bekorga voenkomatga borganingizda tekshirmaydi. Chunki ertaga sizni bepushtlik kutayotgan bo'lishi mumkin. O'sha paytda varikatsiyalik aniqlansa, sizda bezovtagarchilik kuzatilayotgan bo'lsa, ertaga bepushtlik sizni kutayotganini bilsangiz, buni operatsiya qildirib oldini olishingiz kerak bo'ladi. Albatta, shifokor ko'rsatmasiga va tekshiruvlardan keyin. Qachon operatsiya qilinmaydi endi degan savollarga o'z-o'zidan kelib chiqamiz. Xo'p, venus qon tomiri kengayib ketdi, lekin spermatozoid morfologiyasi yaxshi. Hech qanday og'riq yo'q. Qondagi gormonlar muvozanati, ya'ni testosteron, FSGlar normal ko'rsatkichda. Va sizda hech qanaqa jalba yo'q, lekin kengayish bor. Bunda varikatsiyali operatsiya qilinmaydi. Chunki spermangiz yaxshi, qondagi gormonlar muvozanati yaxshi, sizdagi xohish yaxshi, sizda og'riqlar yo'q. Bunda siz farzandli bo'lish imkoniyati albatta bor. Bemalol farzand bo'la olasiz. Chunki yuqorida aytib o'tdim, akalarimiz meni farzandim bor, varikatsiyalik bor. Menga bor deyishgan, lekin ikkita farzandim bor. Shuning uchun aytayapman. Shu holatlarda normal holat bo'lishi, ya'ni organizmni o'zini bunga ehtiyoji yo'qligi ko'rinib turadi va bunda biz operatsiyani mutlaq atmen qilamiz. Tajribamda yaqinda bo'ldi, xuddi shunday holat. Birlamchi bepushtlik kelyapti-da, aka menda men varikatsiyali operatsiya qilaman deb menga mashincha qog'ozni olib kelyapti. Mana shu yerda mana bu viloyatda qilaman dedi. Men qilmayman dedim. Qancha bo'ldi uylanganingizga desam 6 oy. Qachongacha 1 yilgacha yashaysiz? Keyin bu yerda yangilik bo'lmasa, keyin kelasiz, keyin o'ylab ko'raman, shunda ham qaytadan tekshiruvdan keyin dedim. Chunki u bolada chiqayotgan spermatozoidlar miqdori 200 million edi.
tez harakat qilayotgan spermatozoid 22%, undan keyin B klassdagisi 28% edi. Do'stlar, normal holat, morfologiyasi Krüger bo'yicha 4 dan yuqori. Bunda bemorga aytdim, aka xohlasangiz ham xohlamasangiz ham men qila olmayman, vijdonim bunga yo'l qo'ymaydi dedim. Va ushbu bemorga operatsiyani atmen qildim. Endi yana bitta case bo'ldi. Uylangan, 1 yil yashagan, unda yangilik bo'lmagan. Endi ko'ryapman spermogramma dabdala. Harakat qilayotgan spermatozoid aktiv 3%, undan keyingisi 15%, spermani teng yarmi o'lib qolyapti. Oligo astenoteratozospermiya deymiz fan tilida. Ya'ni sperma chiqyapti, lekin o'lib qolyapti. Sog'lom sperma chiqmayapti. DNK fragmentatsiya va martez ko'rganimizda bu yerda ko'rsatkichlar ko'tarilib ketgan. Spermatozoid morfologiyasi dabdala chiqyapti. Shuning uchun u bemorda va venöz qon tomirida kengayishi 2.7-2.6 mida shunaqa edi. Shu bemorda operatsiya qildim, oilasida yangilik bo'ldi. Rahmat doktor deb aytib o'zi SMS ham yozdi. Aytmoqchimanki, varikatsiyalikni oldirmaymi deb o'y yurgan bo'lsa, shu videoni ko'rib, to'liq siz xulosaga kelgan bo'lsangiz, men juda ham xursandman. Ushbu videoni yaqinda uylanmoqchi bo'lgan yoki yaqindan beri oilasida yangilik bo'lmayotgan, ya'ni 1 yil davomida yangilik bo'lmagan do'stlarimiz bo'lsa, yoki ayoli bo'lib turib shu videoni kuzatayotgan bo'lsa, o'z xo'jayingizga yuborib qo'ying. U uchun ham, siz uchun ham manfaatli bo'ladi. Albatta, bu mavzuda sizga zo'r qilib yoritib berdim. Sizga hech kim hali bunaqa qilib yoritmagan. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, like bosing. Agar sizda varikatsiyaliga shubha bo'lsa, videoni ko'rgan bo'lsangiz, shubhali holat bo'layotgan bo'lsa, qabulimga keling. Varikatsiyalikni qilish kerakmi yoki hozir shart emasmi degan savolingizga javob olib beraman. Bizni kuzatishda davom etinglar.